Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana shu hovlim, ko'cha darvozamiz, ko'cha eshigim. Yaxshimisizlar o'z ayollaringlar bilan? Mana shu hovlim. Shu hovlim mana ekan. Ko'cha darvozam. Yaxshimisizlar? Mana ekan. Hozir xo'jayinim yotgan xonalarni ko'rsataman. Mana shu sharoitlar. Mana sepiri ham yo'q. Mana shu kichkinagina xonada yotadilar. Hozir ko'rsataman. Mana xo'jayinim yotgan nimalari. Mana shu holatda yotadilar. Mana shu kichkinagina xona. Mana kichkina bolalarning shovqini yoqmay, xuddi mana shu yerga joy qilib olganlar, boshqa xona ham yo'q. Mana sharoitlar ham shu kichkina xonada yotadilar. Shu hovlilari. Yani sharoitimiz mana shu. Shu uy endi bolalar shovqini yoqmadi. Shu uydamiz hozircha 5 ta farzandim bilan. Mana sharoitlar aka. Qo'lingizdan kelsa iltimos, yaxshi kunlaringizda qaytarish. Ertaga sovug'im bor. Iltimos qilaman. Sharoitim. Rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. Allohim rozi bo'lsin. Mana do'stlar, o'zingizni ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Bu videoda juda ham achinarli holat. Qo'ldan kelganicha shu akaga yordam beraylik. Ahvolni o'zingizni ko'rib turibsizlar. 5000 keladimi, 10000 keladimi, qancha yordamingiz bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin, hol ahvol so'rashingiz mumkin do'stlar. Bemorimizni o'zini karta raqamlari telefon nomerlariga ulangan. Bemalol hol ahvol so'rab, ehsoningiz bo'lsa shu kartalarga tashlashingiz mumkin. Ehson qilish qo'lidan kelmaydigan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, hatto bu shu videoni Alloh uchun like bosib keting. Ko'proq ehson qiluvchi aka-ukalarimizga yetib borishiga yordam beradi. Ro'za Ramazon oylarida bir-birimizga bee'tibor bo'lmagan holatda albatta yordam berasizlar degan umiddaman. Shu videoga like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.